Assalomu alaykum barchaga. Siz yana King Motors avtosalonining YouTube'dagi rasmiy kanaldasiz. Bugun sizlarga yangi partiyada kirib kelgan 2026-yilgi model Dongfeng 008 avtomobillarini ko'rsatamiz. Ko'rib turganingizdek oq hamda qora rangdagilari bizda sotuvda tayyor. Avtomobilning yon tomoniga o'tadigan bo'lsak, deyarli ko'p o'zgarishlar yo'q. Bu yerda asosiy o'zgarish faqatgina disklarda bo'lgan. Oldingisida bilasiz, plastmassa ham qo'shilgan edi. U ham yomon emas, u ham chiroyli edi. Bunisi undan ham chiroyli bo'lgan. Disklari ko'rishingiz mumkin. 21-razmerdagi disk hamda shinalar o'rnatilgan. Old qism McPherson, orqa qism ko'p rechegli mustaqil podveska avtomobilimizda o'rnatib ketilgan. Eshik dastaklari tashqi ko'rinishida o'zgarish yo'q, xuddi shunaqangi tarzda qoldirilgan. Yon ko'zgularimiz bilasiz, bu bir vaqtning o'zida qayrilib chiroq vazifasini ham bajaradi. Yuqori qismda esa kameralar o'rnatib ketilgan. Ular svetoforlarni hamda yo'l belgilarini o'qishda bizga yordam beradi. Umumiy kadrda ham ko'rishingiz mumkin, ya'ni qora rangdagisi ko'proq chiroylimi, oq rangdagisimi? Avtomobilga to'liq obzor oldingi videolarimizda ham olganmiz, shuning uchun tashqi ko'rinishi va ichidan kamroq, qisqaroq qilamiz obzorimizni. Asosiy farq aytib o'tganimizdek disklarda, lekin bu yerda rang juda ham katta ahamiyatga ega. Qorasi ko'rib turibsiz, biroz changroq, ya'ni bizni sharoitga ozgina qiyin haydash, yuvib, qarab haydasangiz bo'ladi, lekin endi oqi esa bizbob anchayin yaxshi. Bu kecha kelgan avtomobil yuvilganiga bir kun bo'lgan. Mana bu bir hafta bo'ldi kelganiga, mana bir hafta oldin yuvilgan avtomobil. Shundan ham qaysi biri o'zingizga ko'proq ma'qul ekanligini bilib olsangiz bo'ladi. Bu yerda avtomobilning orqa qismini ham ko'rishingiz mumkin, o'zgarishlar bo'lmagan. Ya'ni tashqi ko'rinishda faqatgina diskida o'zgarish bo'lgan. Yukxona qopqog'i elektron tarzda ochiladi va bu yerda 3-qator o'rindiqlari foydalanilgan holatda ko'ryapsiz. Deyarli 150-160 litr sig'imga ega yukxona bo'ladi. Mana bu ikkita o'rindiqni, ya'ni 3-qator o'rindiqlarni yozsangiz, yukxona yana ham kattaroq bo'ladi. O'zingizga qulay qilib sozlashingiz mumkin. Panorama tomlar oldingi holatda saqlab qolingan, ya'ni old qismini qo'lda o'zingiz ochasiz, orqa qismi elektron tarzda ochiladi. Monitorimiz ham xuddi shunaqa 15.6 dyumdagi monitor. Bu yerda esa 11-12 dyum atrofidagi tabloni ko'rishimiz mumkin. Bemalol avtomobilni tezligini, sozlanmalarini, quvvatini ko'rib ketishingiz mumkin. Bu yerda bardashoklari yo'q, bilasiz. Mana bu qismda esa joy bor. Narsalaringizni bemalol qo'ysangiz bo'ladi. Simsiz quvvatlash, zaryadlash portlari. Bu yerda ham kichkinagina joy, sigareta tutatish uchun joy ham bor. Undan tashqari USB portlar ham o'rnatilgan, stakan qo'yish uchun joylar. Bu yerda ham ko'ryapsiz, o'zgarishlar bo'lmagan va aynan bu yerda ahamiyat berishingiz kerak bo'lgan narsa salon charmlari. Ya'ni bu avtomobilimiz ko'pchilikka yoqmasdi, boyagi sabzi-rang, apelsin rang ham deb bo'lmaydi uni, juda ham to'q. Bu esa qora rangdagisi ko'zga yoqadigan, juda ham chiroyli rangdagi charmlardan ishlov berilgan. Haydovchi o'rindig'ida isitish, sovutish, massaj hamda xotira funksiyasi bor. Yo'lovchi o'rindig'ida isitish, sovutish hamda xotira funksiyalari bor ushbu avtomobilimizda. Ikkinchi qator o'rindiqlari ko'rishingiz mumkin. Kapitan o'rindiqlari usulida ishlangan. Bu yerda tirsak suyanchiqlari ham alohida qo'yib o'tilgan. Va aynan shu yerning o'zida stakan qo'yish uchun joylar ham har bitta yo'lovchiga alohidadan qo'yib o'tilgan. Juda ham chiroyli. O'rindiqlar elektron tarzda boshqariladi. Undan tashqari ko'rishingiz mumkin, isitish hamda sovutish funksiyalari bor. Shu yerning o'zidan boshqarishingiz mumkin. Va avtomobilimizda muzlatgichlar ham bor. Oldingisida konsol qism harakatlanardi, bilasiz, reylis bo'lardi. Reylisdan oldinga, orqaga harakatlanardi. Ya'ni bozorga kirib kelish uchun fishka bo'lib xizmat qilgan edi. U ham juda ko'pchilik hayron qolgan, juda ko'pchilik ana shu funksiyasiga qiziqqandi. Keyin haydadi avtomobilni, yaxshi ekan, bozorda ham yaxshi o'zini o'rnini egalladi. Shuning uchun endi pulni tejab boshqa narsalarga sarflash uchun mana shunaqangi tarzda oddiy muzlatgichlarni qo'yib ketgan. Foydalanishingiz mumkin. Buni mikrovolnovka qilib ham foydalansangiz bo'ladi. Va mana bu tugmani bossak, tepadan xuddi shunaqangi 15.6 dyumdagi televizorimiz tushib keladi, sensor yordamida boshqariladi. Bundan multfilmlarni, o'zingiz xohlagan kinolarni tomosha qilsangiz bo'ladi. Mana bu yerdagi sensorlar orqali esa siz orqa qator uchun alohida iqlimni nazorat qilsangiz bo'ladi. Hamma funksiyalar bor. Ambient chiroqlar, karnaylarimiz, adashmasam 18 ta karnaylar avtomobilimizda to'liqligicha mavjud va oldingilarida bu yerda ham bitta o'zgarish bo'lgan. Oldingilarda kichkinagina rechak bo'lardi. Rechak orqali ochardingiz eshikni. Bu yerda esa endi tugma yordamida eshiklarni ochishingiz mumkin. Shunaqangi o'zgarishlar avtomobilimizning ichki qismida bo'lgan. Obzorimizning asosiy qismiga ham yetib keldik. Endi sizga texnik xususiyatlar hamda avtomobillar narxini aytamiz. Bu yerda 1.5 turbina dvigatel o'rnatilgan, 140 ta ot kuchini beradi. U faqatgina avtomobilga elektr energiyasini yetkazib beradi. 1.5 turbina bo'lganligi uchun 95 markali benzinlardan foydalanishingiz kerak.
100 kilometriga 507 litrgacha yoqilg'i sarf qilishi aytilgan. Undan tashqari avtomobilimiz gibrid bo'lgandan keyin bunda batareyalar ham bor. Batareyalari 34.32 kWh sig'imga ega temir fosfat batareyalar avtomobilda o'rnatilgan. Aynan batareyani o'zida sof elektrda 210 km CLTC standarti bo'yicha, reallikka yaqinroq bo'lgan standart bo'yicha esa 150 km ga yaqin bo'lgan masofani bosib o'ta oladi. To'liq gibrid shaklda, ya'ni to'la bak yoqilg'i hamda to'la quvvat bilan avtomobilimiz 1300 km gacha bo'lgan masofalarni bemalol bosib o'ta oladi. Juda ham yaxshi bo'lgan, oilaviy, qulay bo'lgan gibrid O'zbekiston bozorida anchayin yaxshi sotilmoqda. O'zini o'rnini topib bo'ldi desak ham adashmagan bo'lamiz. Bu avtomobilni siz King Motors'dan 1 yil kafolati bilan xarid qilsangiz bo'ladi. Narxini 33 ming AQSh dollari deb baholangan. Yana kelishadigan joyi bor. Pastda raqam qoldiramiz, aloqaga chiqing. Sizni King Motors'da kutib qolamiz. Hatto kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni esdan chiqarmang va avtomobilda bo'lgan o'zgarishlar, ya'ni muzlatkichi yurmaydigan qilingani hamda disklarini o'zgargani sizga yoqdimi? Shuni ham izohlarda yozib qoldiring.